Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga qachon va qayerdan reyslar bor va narx-navolari qanday, shular haqida batafsil ma'lumotlarni Azizbekni o'zlaridan olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Azizbek, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz mavjud? Ya'ni noyabr oyiga nechinchi sanalarga qabullar boshlangan? Hozirgi kunda narx borib, eng yaqini 1-noyabr kuni Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha bir 15-joyimiz qolgan. Sirazi aloqaga chiqsa, joylarni bron qilib beramiz. Xo'p, bundan tashqari 8, 9, 15, 22, 29-noyabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Bundan tashqari bir hafta bir marta Namangandan reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Xudo xolasa bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa obunachilarimizga bir imkon qadar chegirmali narxlarda qilib beriladi, xudo xolasa Azizbek. Xo'p, bundan tashqari mana shu safar mobaynida 14 kun safar bo'lsa, safar mobaynida qayerlarga chiqiladi, qanday ziyorat va sayohatlar bo'ladi, shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Hop, Madinada Payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi ziyorat qilinadi Madinada. Makkada Toif shahri va Qizil dengiz sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari yana mutaxassis ellikboshlarimiz ziyoratlar, ibodatlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa. Xo'p, gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday Azizbek? Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslarimiz qatnab turadi, bemalol avtobusda olib kelsa bo'ladi. Bundan tashqari yoshroq ukalarimiz bo'lsa, piyoda ham borib kelsa bo'ladi. Bir tomoniga o'sha 10-15 metr atrofida haramda bo'lishadi. Demak, bemalol piyoda ham borib kelish imkoniyati bor, xudo xolasa. Do'stlar, tavsiya beraman, bu siz uchun Centrum Holidays yagona tanlov bo'ladi. Sababi ishonchli va o'zingizni xavotirsiz, bexavotir his qilasiz. Manzil o'sha Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, o'sha stansiyaga kelasizlar. Stansiyaga kelganlaringda yo'lda bo'yida Centrum Holidays turfirmasi. Agar xohlasangiz kelib ham bir qator ma'lumotlarni olib ketishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga narxlarimiz necha pul? Hop, 10-noyabrgacha bo'lgan kunlarga $1050 qilib beramiz. Oxirgi narx Toshkent, Namangan, Farg'ona bir xil. Hop, undan keyingilari o'sha $1100 qilib beramiz. Undan keyingilari 1100 dan qilib beriladi. Xo'p, hozirgi mana shu aytib o'tib ketgan sanalaringizga, reyslarimizga odam joylarimiz bor, xudo xolasa. Bemalol telefon qilishsa bo'laveradi. Xo'p, $1050 dan qilib beriladi 10-sanagacha. Bundan tashqari sanalargacha $1100 qilib beramiz. $1100 dan. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi Azizbek? Hop, bizga Telegramdan aloqaga chiqsa, biz bank shot raqam tashab beramiz. O'shanga eng yaqin bankdan borib to'lov qilib berishadi. Bizga chekin tashab, Zagreb pasportlarini tashab bersa, joylarni bron qilib beramiz, ishlarni qilib beramiz. Xudo xolasa o'sha cheki bilan Zagreb pasportlarini tashab bersa, o'sha joylari bron bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari qo'shni davlatdan kuzatayotgan qadrdon aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham bemalol bog'lanishlari mumkin. Xudo xolasa 24 soat mobaynida telefon raqamlarimiz ishlab turadi. Musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimizga Telegram, WhatsApp, imo ijtimoiy tarmoqlari ham bor, xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, bo'lmasam obunachilarimiz telefon qilsa, chegirmali narxlar qilib berasiz imkon qadar. Xudo xolasa kuzatib boringlar do'stlar. Obuna bo'lganlar obunasini qo'llab-quvvatlab padeshka qilamiz. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa siz obunachilarimizga yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz azizlar. Azizbek, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday chiroyli narxlarda qilishdan to'xtamang. Rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.